Sizmi üç padişahlık kızgamsız? Üç padişahlıktaki üç beglik nemişqa g'alaba qilinmaydi? Nemişqa üç putliq danqan nazariyasiga o'xshash tampon holatda shakllanib qoldi? Demak, har bir beglikning ichida bir kamchilik bor. Shu kamchilik bo'lganligi uchun, shu yetersizlik bo'lganligi uchun ular g'alaba qilolmay tang tirkishib qolgan bir holat shakllandi. Undaq bo'lsa, bu qaysi kamchilikdir yoki qaysi yetersizlikdir? Bunun qiziqsangiz, filmni yurak berib tarqatib o'tgandan keyin bugun kesh 8:20da boshlanadigan 3 padişahlık ve hozirgi korxonchiligimizga nazar temisidagi bevosita ko'rsatish sahifamizni ko'rib chiqing. Men bevosita ko'rsatish sahifasida maxsus 3 padişahlık bilan hozirgi zamon korxonchiligimizni bog'lab turib, qaysi yetersizliklar bo'lgan vaqtda biz taraqqiy qila olmaymiz. Qaysi yetersizliklarimizni biz to'liqlagan vaqtimizda biz to'liq taraqqiy qila olamiz degan mazmunda sizlar bilan bevosita ko'rsatish, ya'ni jubo qilaman. Shu juboyimga qatnashishinglarni umid qilaman.